Akalar, dehqonbob arzon zo'r holatda labularimiz chiqib qolgan. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi ko'rishlar mumkin. O'ta ham tekis holatda. Bu mashinamizni ozgina mashita petnosi bor ekan, qolgan joyi kraskasi toza deyapti egalari. Qolgan joyi kraskalar toza deyapti. Tunikalar qilib qo'yilgan. 4 ta 13 yumshoq balonda metan gazlari bor. Salon holatlari ko'rishlar mumkin, yaxshi holatda. Praveylari 146 ming praveyda. Mashina Qo'qon 3 ko'prikda turibdi mashinamiz. Xo'p. Mana arqa holatlari ham chiroyli holatda. Bu mashinalar faqat naqdga, variantga sotilmaydi, naqdga sotiladi. Bugun 12-mart kuni chiqaryapmiz mashinalarimizni. Mana bunisi 2022-yilda ishlab chiqarilgan, yaxshi holatda, tentlari bor, metan gazda, 40 partiya ekalasi ham gem bo'ladi. 4 ta 13 yumshoq balonlarda, bunisi 117 ming probegda. Mashinamiz yaxshi holatda. Bu mashinamizning pulini 6500 dollar deyapti egalari. Bunisini 5800 dollar deyapti. Egalar nomerini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib baraka qilib olaverasizlar.